Diqqat, tezkor xabar. Rossiyada YTH oqibatida O'zbekiston fuqarosi halok bo'ldi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Saratov viloyatidagi YTHda O'zbekiston fuqarosi halok bo'ldi. Saratov viloyatida yuk mashinasi va Lada Largus avtomobili ishtirokida sodir bo'lgan YTH oqibatida O'zbekiston fuqarosi halok bo'ldi. Yana 5 nafar o'zbekistonlik jarohat oldi, deb xabar bermoqda Qozon shahridagi O'zbekiston Respublikasi Bosh konsulxonasi. Diplomatik vakolatxona ma'lumotlariga ko'ra, 16 aprel kuni soat 01:10 da A298 avtomobil yo'lining 519-kilometrida Saratov viloyati Dergashev tumani Dergachi aholi punkti yaqinida ichida O'zbekiston fuqarolari bo'lgan Lada Largus yo'l chetida to'xtab turgan yuk mashinasi bilan to'qnashib ketgan. YTH oqibatida 1987-yilda tug'ilgan O'zbekiston fuqarosi olgan tan jarohatlari tufayli voqea joyida vafot etadi. Yana 5 nafar yurtdoshimiz turli tan jarohatlari bilan tuman shifoxonasiga yetkazildi, deyiladi Bosh konsulxonaning Telegram kanalida joylashtirilgan xabarda. Diplomatik vakolatxona Saratov viloyatining vakolatli organlari bilan aloqa o'rnatilgani, marhumning jasadini vatanga qaytarish jarayoni boshlangani, jabrlanganlarga tibbiy yordam ko'rsatilayotgani qo'shimcha qilingan.